Stalbaga o'rnatilgan noqonuniy radardan kelgan jarimani bekor qildirdim. Ya'ni men Qashqadaryoga borib kelayotganimda Qamashi tumanida Stalbaga o'rnatilgan noqonuniy radarni ko'rdim va ataylab ushbu radardan tezlikni oshirib o'tdim va menga mana jarima qarori keldi. Demak 2.060.000 so'm. Demak, bu 8-noyabr kuni qaror rasmiylashtirildi. Keyin shundan so'ng men Jinoyat sudiga murojaat qildim va Jinoyat ishlari bo'yicha Bektemir tuman sudining 17-noyabrdagi qarori bilan mana shu jarima solish to'g'risidagi qaror bekor qilindi. Ya'ni ushbu qaror noqonuniy deb topildi va jarima bekor qilindi. Demak, sizda ham mana shunday noqonuniy holatlar kuzatilayotgan bo'lsa, ushbu havola orqali saytga o'tib, ro'yxatdan o'tganingizdan so'ng ROD 24 dan yuklab olgan PDF variantdagi jarima qarorini yuklasangiz bas, sizga avtomatik ariza namunasini generatsiya qilib olishingiz mumkin bo'ladi va ushbu arizani sudga olib borib topshirsangiz, sud belgilangan tartibda ko'rib chiqadi. Mana shunday videolarni o'tkazib yubormaslik uchun ushbu kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmang.